Na. Ana yetib kelib oldik. Ha, voy-ho, mashinamda rosa keraksiz narsalar ko'payib ketibdi. Men bilan nima kerak menga? Men bu qog'ozlar nimaga kerak? Endilikda avtomashinadan xuddi shu kabi ko'rinishda chiqindilarni uloqtirgan shaxslar katta miqdorda jarimaga tortiladi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga avtotransport vositalaridan chiqindi tashlaganlik holatlari uchun jazo choralari kuchaytirilishi to'g'risida o'zgartirish kiritilmoqda. Bu haqda 2030-yilga qadar bo'lgan aholining ekologik madaniyatini oshirishga qaratilgan konsepsiyada belgilab qo'yilgan. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 91.1 moddasi bo'yicha belgilanmagan joylarga qattiq maishiy chiqindi va suyuq chiqindilarni to'pganlik joylashtirilganligi uchun fuqarolarga eng kam shartni 1 barobardan 3 barobargacha, mansabdor shaxslarga 3 barobardan 5 barobargacha jarima jazolari belgilangan. Chiqindilarni belgilangan joylarga tashlashni so'rab qolamiz. Keraksiz buyumlarni uloqtirish sizga qimmatga tushishini istamasangiz, chiqindilarni mana shu kabi maxsus belgilangan qutilarga tashlashingizni so'raymiz.